ko'pchiliginglar so'raysizlar, qanaqa etaplari bor chizkesini. Mana birinchi etapim bu yuzni parga qo'yib, penka bilan ivitib olamanmi. Keyin bir xil aqllilar aytishadi, hozir par bilan qo'yish mo'didan qolgan, po'ralarni ochib oladi-yu deb. Hech qanaqa po'rani ochmaydi bu. Eng chuqur yog'lanib ketgan ko'jani tegini ham tozalab beradi. Ko'p yuzi toshmalari bor patsientkalarimga men plyonka qo'yaman. Pat plyonka ivitib beraman yuzlarini. Juda ham zo'r tozalanadi, o'shanda travma bo'lmaydi. Keyin menga ko'pchilik savol beradi, yuzimni chizkadan keyin qizartirib qo'ymaysizmi, ko'kartirib qo'ymaysizmi deb. Именно mana shunaqa pat plyonka parlab qilsanglar hech qachon ko'karmaydi. Chunki kojani tayinlab bo'lgan bo'lasizlar yumshadi. Shu turishida yuzlarni ivitib qo'yganimdan keyin обязательно ultrazvukda полностью sal chuqurroq, bosiqroq yurib chiqaman. Chiqqandan keyin обязательно men po'ralarni sujat qilish uchun, yaralarni yopish uchun piling qilaman. Piling juda ham zo'r piling. Men ikkalasini aralashtiraman. Geloy piling yuzga travma bermaydi. Pilingdan keyin biz oqartiruvchi va tinchlantiruvchi maska qo'yamiz.